Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hammaga yaxshi kayfiyat. Hozir xohlasa termo panel ishlarimizni tugatdik. Ko'pchiliklardan savollar bo'lyapti termo panelni qanaqaligi haqida. Ya'ni bu termo panel emas, aslida termo traversa deyiladi. Ko'pchilik tilga qulayroq birinchi termo paneldan chiqqanligi uchun termo panel deyishadi. Buni lekin undan farqi bor. 3 sm orqasi penoplast ko'kaygan bo'ladi. Polda 1-1,5 sm tosh bo'ladi. Bu qattiq bo'ladi. U qo'l bossa kirib ketadigan mahsulot emas. Taxminan vazni 207-208 kilo har bittasini. 8 tasi 1 kvadrat, razmerlari 25 ga keldik. Asosiysi ko'pchilik buni podveska krepleniyalarini ko'rib turib, buni reykaga qotiriladi deb o'ylaydi, karkasga yo'q. Bu reykaga va karkasga to'qilmaydi. Bu devorning o'ziga kafilnikilar bilan qotiriladi. Devorning holati farqi yo'q. Ishni shlaka blokni qanaqa holatda bo'lsa ham bo'laveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu termo panellarimizni atkos qismlariga o'zimizning tiyagalardan foydalanganmiz. Tiyagalarimiz usti qalin mramorli kroshka, orqasi penoplast bo'ladi. Bemalol issiqqa, sovuqqa, yog'in-sochinga chidab beradi. Bu penoplastlar ustidan qo'shimcha jiddiy traversa ustidan laklangan, shuning uchun bu ish bo'ladi. Bemalol foydalansa bo'ladi. Qolgan qismlarni bo'ladi. Stiklariga o'ziga maxsus germetikalar bor. Ertaga pulga o'xshab tirishini berib, to'kilib tushmaydi, xudo xolasa. Sokol qismlariga qora angola kafillarimizdan foydalanganmiz. Mana o'zingiz bitta ko'rib baho berasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu mahsulotimizni qulayliklari devor mana shu holatda shlaka blok bo'lsa ham, suv olgan bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham, devorning holati 3 sm, 4 sm dan ko'p bo'lmasa, qiyshaygan holati tersa bo'laveradi. Agar juda ham qiyshiq holatda bo'lsa, uni bir marta cho'rnay shkatulka, ya'ni suvoq yuboriladi, keyin ustidan bemalol yana kafilnikilar yordamida terib ketsa bo'laveradi. Agar tekis holatda terilgan bo'lsa, g'ish bittada kafilnikilar bilan yopishtirilganiga suvoq ham ketadi, o'z tutleniyasi ham bo'ladi. Asosiysi puldan ham, naqddan ham tejaysiz. Mahsulotlarning asosiy joyi narxini ko'pchilik aytmaydi. Biz narxini aytib o'tamiz. Mana mahsulotlarimiz 100 ming so'mdan narxi 100 ming so'm Toshkent shahar bo'ylab dastavkalari ichida. Tiyagalarimiz sizga keladigan bo'lsak, tiyagalari har xil razmerga qarab bitadi. O'rtacha bitish holati, usta haqiqiy material bunga ketadigan penachistika, germetika, jiddiy traversa, baglar hammasini hisoblaganda bir pagonometrimiz 120 ming, 130 ming so'mgacha bityapti. Faqat katta razmerlari 30 sm dan katta razmerlari bor. Ular zakazga tayyorlanadi. Shunga 1-2 so'm narxida o'zgarish bo'lishi mumkin. Qolgan holatda mana shu summaga bitadi inshaalloh. Uchra mahsulotimiz haqida o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.